Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari. Chorva.uz kanaliga xudosi o'tib obuna qo'yish esdan chiqmasin. Bugungi sanamiz 17-aprel, haftaning payshanba kuni 2025-yil. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. 15 bosh, sifati o'ta ham chiroyli, semiz g'onajinlarimizdan kelgan. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi sog'lom. Manzilimiz yana qaytarib aytaman, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Rang ro'ylar tiniq, et boshlari semiz. Eng bo'yi kichkinasi mana shu qora g'onajinimiz olamiz, lekin sifati o'ta ham go'zal. Bo'yi 1.5 cm. Qolganlar o'lchanmagan. Eng balandiga 1.15 cm, 1.5 oralig'ida deb hisoblaylik. Shunaqa g'onajinlarimizga kelgan. Hammasi semiz. Xudo xolasa, kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqibsizlar. Narx-navlari eng past narx-navosi 9,5 million so'm. Ichidan 2 dona chiqarib bera olamiz. Oxiriga berib yuboriladigan summasi. Eng baland narx-navosiga 4 ta olaman degan ko'kalarimizga 10,5 million so'mdan oxirgi narx-navosi. Aytilgan summalarni deyarli hisob kitobiga to'g'ri keladigan narx-navolar. Chunki semiz mollar, ozg'in mol emas. Sut yo'nalishida ham, yemga olib borib boqaman degan ko'kalarimizga ham, dalaga olib borib tashlasa ham bo'laveradigan g'onajinlarimizdan. Hammasi sog'lom, hammasi qisir. Kuzga olib borib bitta yaxshiroq novoz qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa, kelajakda yaxshigina nasl zot olib boqadigan g'onajinlarimizdan. Xudo xolasa, ko'rib turganingizdek, kelganda xuddi mana shu g'onajinlarni ko'rasizlar. Nasib qilsa, sifatlari ham shu o'zlaringiz ko'rib boqib berasizlar. Menimcha narx-navolar juda ham yengil bo'ldi. Hozir bozordan qanaqadir mol oladigan bo'lsangiz, ayniqsa chet mollarga odamlar qiziqyapti. Kamida 2-3 oy boqasizlar, keyin hisob kitobiga to'g'ri keladi. Bu g'onajinlarimizni olasizlar-da, hozir aytilgan summalar hisob kitobiga to'g'ri keladigan summa. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 10,5 million so'mdan oxiriga berib yuboriladigan summasi. Bir joyga, hammasini bir joyga bo'lsa 10,5 million so'mdan. Ya'ni ichidan tanlab olishga shunaqa narx-navo ekan demanglar. 15 dan bir joyga bo'lsa. Xudo xolasa, olgan odam sirazi foydaga kiraveradi. Sababi aytilgan summa hisob kitobiga to'g'ri keladigan summa. Aytilgan summa hisob kitobiga to'g'ri keladi. Olasizlar, xudo xolasa, sirazi foydadasizlar. Nasib qilsa, xohlagan paytlar olib chiqib sotadigan bo'lsangiz, nasib qilsa, foydalaringizni qancha mehnat qilgan bo'lsangiz, shu mehnatingizga yarasha foyda olib foydalanishingiz mumkin. Olib sotadigan aka-ukalarimizdan bemalol kelaversa, menimcha bemalol xudo xolasa nasib qilsa baraka topadigan g'onajinlarimizdan. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. 99 490 33 44. 99 490 33 44. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana shunaqangi sifatli g'onajin kerak bo'ladigan bo'lsa, qilib beraveramiz nasib qilsa. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yoshlari keladigan bo'lsa, o'rtacha 10 oylik, 1 yasharlik atrofidagi g'onajinlarimizdan. Xudo xolasa, kuzga borib bemalol novoz qo'ysangiz, hammasi qochib ketadi. Kelajakda xudo xolasa hammasidan bola olib, yaxshigina kichkinagina mini ferma qilib olsangiz ham bo'ladi. Soni 15 bosh. 9,5 million eng past narx-navosi, 12,5 million so'm eng baland narx-navosi, 10,5 million so'm bir joyga bo'lsa berib yuboriladigan summasi. Kichkina mollar emas, yana videoda qanday ko'rinyapti bilmaymiz. Lekin semizliklarni endi o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. 17-aprel, haftaning payshanba kuni 2025-yil. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar.